Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Siz Sevinch Mo'minova hayoti haqida bilarmidingiz? Bilmasangiz videoni oxirigacha eshitib, bir dona like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingizni so'raymiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga obuna bo'lishni aslo unutmang. Sevinch Mo'minova 1982-yil 30-iyunda Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida san'atkorlar oilasida dunyoga kelgan. 5-6 yoshidayoq Sevinch qo'shiq kuylab hammani lol qoldirgan. Maktabni tugatgandan so'ng xonanda poytaxtimizdagi Manon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutining rejissura fakultetini tamomladi. Sevinch Mo'minova To'lin oy deb nomlangan ilk qo'shig'ini Navro'z bayramida kuylaydi. Xonanda ijodi davomida 6 ta albom yaratadi. Bular To'lin oy, Sog'indim, Yuragim nolasi, Yagonam, Olib ket, Sevman men albomlaridan Sevinch tez orada nafaqat O'zbekiston hududida, balki AQSh, Rossiya, Turkiya, Ozarbayjon, Afg'oniston, Qirg'iziston davlatlarida ham mashhurlikni qo'lga kiritdi. U Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlangan. U 2010-yili Sharof Muqimov bilan turmush qurdi. Sevinch Mo'minova Sharof Muqimov bilan 2017-yili qonuniy ajrashganini ma'lum qildi. 5-iyun kuni olingan intervyuda xonanda ertasi kuni, ya'ni 6-iyunda ajrim bo'yicha sud bo'lib o'tishini qayd etdi. Boshlovchining o'zi birgalikda qancha vaqt yashagansizlar degan savolga javoban Sevinch to'ydan so'ng 5 oy davomida qaynona-qaynotasi bilan bitta uyda yashaganini, so'ng aytishni joiz deb topmagani ma'lum bir sabablarga ko'ra turmush o'rtog'i bilan alohida uyga ko'chib o'tgani gapirib berdi. Shu vaqtdan e'tiboran oilamiz buzilishni boshladi, chunki Sharof bir kun men bilan yashasa, bir kun ota-onasi bilan yashardi, deya xonanda dinda ham er-xotinning alohida yashashi qoralanishini ta'kidladi. Bora-bora bir kun, 2 kunga, 3 kunga, 1 oyga aylandi. Shu tariqa biz haqiqiy oila bo'lmay qoldik. Er-xotinligimiz faqat qog'ozda qoldi, deya Sevinch Sharof bilan turmushi buzilishiga uning ota-onasi sababchi bo'lganiga ishora qildi. Nima deb o'ylaysiz? Bunda sizning ham aybingiz bormi? Deya berilgan savolga qo'shiqchi men kelinlik vazifasini ortig'i bilan bajarganman, dedi. Buning Sharof ham agar vijdoni u uchun birinchi o'rnida bo'lsa, tasdiqlaydi. Xonanda bu artist, san'atkor, undan kelin ham chiqmas ekan, xotin ham chiqmas ekan degan gapni eshitishdan qo'rqqani uchun ham jonini jabborga berib kelinlik vazifasini o'tashga harakat qilganini aytdi. U qaynonasiga bir marta gap qaytarmagani, hatto yuziga tik boqmaganini, uydagi ishlarni a'lo darajada bajarganini qayd etdi. Shu bilan birga Sevinch Sharof Muqimovaga nisbatan ginasini yo'qligini, uni farzandining otasi sifatida hurmat qilishini aytdi. Boshimdan o'tkazgan azoblarim bir yon, lekin nima bo'lganda ham u qizimning otasi, dedi u. Sevinch Mo'minovaning siz ko'rmagan fotosuratlarini tomosha qiling.